Xo'p, bugungi mavzuyimiz diareyalarning klinik belgilari haqida bo'ladi. Ya'ni o'tgan darsning bevosita davomi hisoblanadi. Xo'p, diareya vaqtida bemorda natriy va suv so'rilishining kamayib ketishi natijasida blood volume, ya'ni qon tomiridagi qon hajmi tushib ketib qoladi. Ya'ni gipovolemiyaga olib keladi. Gipovolemiya bo'lgandan keyin o'z-o'zidan yurak urishining tezlashishiga va blood pressure, qon bosimining pasayishiga olib keladi va bemorni ko'rgan vaqtimizda dry membrane, ya'ni shilliq qavatlarning quruqlashuvi, ya'ni ko'z sklerasi bo'lishi mumkin. Til, tanglash, shilliq qavatlarning quruqlashish belgilari yuzaga keladi va skin turgor, teri turgorligi yo'qolib qoladi. Teri quruq va turgorligi yo'qolgan holatda bo'ladi. Xo'p, kaliy miqdori kamaygandan keyin gipokalemiya belgilari yuzaga keladi. Xo'p, bunda yana bikarbonat miqdorining kamayib ketishligi, ya'ni qonga so'rilmayapti, axlat bilan birga suyuq va suvli axlat bilan birgalikda bikarbonat chiqib ketib qolyapti va metabolik atsidoz yuzaga keladi. Bilamizki, qayd qilganda kislota qayd qiladi odam. Ichib ketganda bo'lsa bikarbonat ko'proq ketish yuz beradi. Endi metabolik atsidoz vaqtida nima bo'ladi? Metabolik atsidozda kislota miqdori ortib ketib qoladi qonda va odamda charchoq hissi, ko'ngillanish, qayt qilishlik belgilari, yurak urishining tezlashib ketishligi va umumiy quvvatsizlik belgilari yuzaga kelishligi mumkin. Bu belgimiz suvli ichib ketganda yuz beradi. Keyingisi kalitlar va megakolon, ya'ni yo'g'on ichakning yallig'lanishi. Yo'g'on ichak muskul va nervlari yo'g'on ichak shilliq qavatning yallig'lanishi bilan kechadigan jarayon. Ya'ni infeksiya tushdi. Infeksiya tushgandan keyin bu yo'g'on ichakning nerv va muskul sistemasini zararlanish hisobiga abdominal pain, ya'ni qorinda qattiq og'riq bo'ladi. Qonda leykositlar miqdorining ortib ketishligi, white blood cell, yana qo'shimchasiga isitma ham ko'tariladi. Bunda kalitda, ya'ni infeksion kalitlarda yuzaga keladi. Bunda axlat konsistensiyasi, ya'ni axlat tarkibi qonli va shilliqli bo'ladi. Ya'ni dizenteriyaga xos qonli va shilliqli bo'ladi. Endi bu o'z vaqtida davolanmaydigan bo'lsa, nima bo'ladi? Ya'ni yo'g'on ichakning muskul va nerv sistemasi zararlanganligi hisobiga motor activity, ya'ni qoldiq moddalar surib berish, harakat funksiyasi tushib ketib qoladi. Keyin nerv va muskul o'z vazifasini to'liq bajarmagandan keyin yo'g'on ichakning kengayishi, dilation of colon, yo'g'on ichakning kengayishi, ya'ni 6 santimetrdan kengayib ketganligini ko'rishimiz mumkin. Biz yo'g'on ichakni qorin boshidan rentgen qilib ko'rganimizda 6 santimetrdan kengayib ketib qoladi. Bu kengayish davolanmaydigan bo'lsa, ya'ni o'z vaqtida lecheniya qilinmaydigan bo'lsa, kengaygan ichak perforatsiya bo'lishi mumkin. Bu eng og'ir asoratlardan biri. Ya'ni ichak teshilishi mumkin. Ichak teshiladi, keyin peritonit bo'ladi. Peritonit, ya'ni qorin pardaning yallig'lanishi. Bu teshilgandan keyin infeksiya qonga chiqadidan keyin sepsis belgilari ham yuzaga kelishligi mumkin. Bu og'ir holatdagi kolit va megakolon, ya'ni ichakning kengayib ketish belgisi hisoblanadi. Xo'p, bularga qo'shimcha ravishda gemolitik uremik sindrom, ya'ni ikki xil bakteriya, ikki xil infeksiyamiz bor. Xo'p, enterohemorrhagic Escherichia coli, ya'ni enterohemorrhagic Escherichia coli bilan Shigella bakteriyalari, bularda shunday xususiyat borki, bular yo'g'on ichak yoki har qanday ichak bo'lishligi mumkin. Ichakning shilliq qavatini, muskul nervini yallig'lantirish bilan birgalikda, bu bilan birga qo'shimcha birgalikda bakterial translocation, ya'ni bu bakteriyalar o'z pozitsiyasini, o'z joyini o'zgartirish xususiyati bor. Ya'ni bular qonga chiqadi, o'zgartirganda ham qonga chiqadi va koagulopatiya chaqirib qo'yadi. Ya'ni qon tomirlarimizda trombositlardan hosil bo'lgan
tromb ko'payib ketib qoladi. Bu tromb ko'paygandan keyin o'z-o'zidan trombositlar ishlatilishi ko'p bo'ladi. Tromb bor, trombositlar ishlatilishi ko'p. Bunda trombositopeniya, ya'ni trombositlar miqdorining tushib ketishligi va shu bilan birgalikda qon tomirlarida harakatlanayotgan eritrotsitlar bu trombga uriladi va gemolitik anemiya, red blood cells, ya'ni qizil qon tanachalarining kamayib ketishligi belgilari yuzaga kelishligi mumkin. Endi bundan ham og'ir holatda, hop, agar biz buni o'z vaqtida aniqlab, misol uchun 3 kundan oshiq, 3 kundan ko'p ichib ketib yurgan va hozir davomida gaplashamiz. Hop, keyingi holatda bu koagulopatiya ko'proq buyrak glomerular apparat, ya'ni buyrak qon tomirlarida tromb chaqirishi bilan chaqirib qo'yadi va shu bilan birgalikda glomerular filtration rate, ya'ni glomerulalarning filtratsiya darajasini tushirib yuboradi va urine output, siydik ajralish kamayib ketadi va qonda kreatinin miqdori ortib ketishi bilan namoyon bo'ladi. Bu acute kidney injury, ya'ni o'tkir buyrak jarohatlanishiga olib keladi, o'tkir buyrak yetishmovchiligiga olib keladi. Endi 3 kundan ko'p bemor ichib ketgan va hop, qon tahlillerini ko'rgan vaqtimizda kreatinin miqdori baland, anamnez yiqqan vaqtimizda siydik miqdori past, trombositlar miqdori past, anemiya, qizil qon tanachalari kam bo'lgan vaqtda biz gemolitik uremik sindromga shubha qilishimiz muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Hop, yana bitta narsa, gemolitik uremik sindromda dastlabki 3 kun, ya'ni dastlabki vaqtlarida antibakterial terapiya qilgan vaqtimizda yaxshi effekt beradi, lekin 3 kundan oshgan vaqtda biz antibakterial terapiya qo'llasak, bu jarayonni kuchaytirib yuborish ehtimoli katta bo'ladi. Bu holat o'zi kamdan kam uchraydi, lekin buni ham bilib qo'yishimiz kerak. Bilib qo'yish muhim ahamiyatga ega. Bu diareyalarning klinik belgilari, ya'ni diareya bo'lgan insonda qilib keladigan shikoyatlari mavzusida bo'ldi. Rahmat.